Assalomu alaykum barcha obunachalarimizga 9-noyabr sanasida navbatdagi videolarimiz labolardan bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, fikrlarni albatta kommentarda qoldiramiz. Sizlar uchun chiroyli video qilishga harakat qilyapman. Sizlarga tavsiyam Telegram kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. O'sha yerda ham har xil mashinalar sotilib ketyapti. Silkasi описаниеda bor, ya'ni kommentarda ham yozib qo'yaman. Ekranlar tepasida telefon raqam chiqyapti do'stlar. O'sha telefon raqam Goodcars ofisimizniki bo'ladi. Avtokreditga mashina olmoqchi bo'lsangiz, yo rassroshkaga olmoqchi bo'lsangiz, ekranlar tepalarida nomer qoldiraman. Aloqaga chiqib, to'liq ma'lumot olib, hisoblattirib olishlaringiz ham mumkin do'stlar. Barchaga omad. Aloqaga chiqamiz do'stlar. Tushunmagan joylarda. Xo'p do'stlar, 2025-yilga kuzovlari 26 labolar kimga kerak bo'lsa, bemalol Goodcars ofisimizga, ya'ni Firdavs akamizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Ekranlar ostida telefon raqamlari bo'ladi. Qancha pul bilan olib ketsa bo'ladi Firdavs aka? Foizli kredit qilib olaman desalarga 16 million beradilar. Boshlang'ich to'lov 2 million 700 dan 5 yilga oylik to'lovi chiqadi. Agar aksiyalik qilib olaman desalar 30% ni bersalar, agar 13 oyga 5 million 190 mingdan 50% ni bersalar 2 million 200 dan 22 oyga bo'lib to'laydilar. Foizsiz, ha? Xo'p. Buni yana masalan agar foizsiz qilib olsalar necha kunda olib ketadilar, foizli qilib olsalar necha kun? Foizli qilsalar bir kunga tayyor qilib beramiz. Bir kunlik kunga, aksiyaniki bir hafta 10 kunga keladi. Aha, bo'ldi. Navbat bilan beradi. Ekranlar ostida telefon raqamlari bo'ladi. Qaytarib o'taman. Bemalol aloqaga chiqib, yana to'liq ma'lumot olamiz. Bu faqat Samarqand shahriga tegishli. Samarqand viloyatiga. Ha, Samarqand shahar viloyatiga tegishli gap do'stlar. Tuman viloyatlar bemalol Samarqanddan kelib, xo'p, maslalar bu. Yangi mana probeklari ham 1 kilometr yurgan. Kuzovlar 25 ishga 26. Mana shunaqa labo kimga kerak bo'lsa, masla deganlardan bemalol Goodcars ofisimizga, ya'ni ekranlar ostidagi telefon raqamlariga aloqaga chiqib, to'liq ma'lumot olishlaringiz mumkin do'stlar. Bemalol telefon qismlari bo'ldi, ha, Firdavs aka. Naqdga olsalar 98 million birdan shos spravka nomlariga chiqarib beramiz. Ha, naqdga olib ketaman degan akalarga. Shunday pulni sanab olib ketadilarmi? Shuni sanab olib ketadilar. Bo'ldi. Pulni sanab naqdga olib ketaman degan akalarimiz bo'lsa ham 98 million so'm, ha? So'm. Bo'ldi. Aloqaga chiqamiz do'stlar. Firdavs akamiz labo olib chiqibdilar akamiz. Aka, yil necha ekan labomizda? 2017. 2017-yilda ishlab chiqarilgan labo, oq rangda. Arzon obunachlarimiz yili pastroq so'raganlar uchun mana top olib chiqibdilar akamiz. Aka, kraskalariga nima deymiz? Kraskasi bitta petnochasi bor maydagina. Ha, oldida bitta petno bor. Yana kelib ko'rib tekshirib olishadi. Boshqa joyga javob beramiz, ha? Ha. Bo'ldi, ko'rib chiqamiz. 13lik Euro diskalarda mashinamiz. Yaxshi holati yaxshi holatda turibdi. Orqalari bort qilingan. Shumkalari yo'q. Farqlari ham toza holatda, zavod apshikalarda polik, rezin polik chiqollari bor. Probeglari 137 ming yurgan ekan. Firdavs aka, motor, korobka, mostda hech qanday muammo? Hech qanday muammosi yo'q, olib faqat meni haydaydilar. Gaziga kesakchi aka. Gazi metan. Metan gazlarda ekan shunisi. 65 talik orqada ramalariga ham baho berib qo'yamiz. Ustiga qilingan. Mashinamiz ham honatlari. Xonamiz ichlari ham unchalik yomon holatda emas, akkuratni qarab minilgan ekan mashinamiz. Xo'p, aka, bu mashinamizga qancha narx so'rayapmiz? 5600 yapsiz kelishib beramiz. $5600 o'tib beradigan joyi bor. Qanaqa variantlarimiz bor bunga? Narx Samarqand shahri bo'yicha VQPga berishimiz mumkin. Ha, faqat naqdga, atak Samarqand shahriga bo'lsa, VQPga gaplashsa yarim bo'ladi. puli bersalar, yarim puliga 1 oy 2 oy qarab turamiz. Ha, yarim puli borlar, 3000 puli borlarga gaplashsa bo'ladi, ha? Ha, Fortuna bankmi yo'q, o'zimizning xususiy banklardan ham Banklar ham bo'ladi, foizi kattaroqda. telefon qismlar gaplashsa bo'ladi, ha, bo'lmasa. Xo'p, ekranlar ostida telefon raqamlari bo'ladi, aloqaga chiqib yana to'liq ma'lumot olamiz. Labolarni salondan chiqarib beryapmiz. Labolar salondan chiqarib beramiz. 16 million beradilar. Boshlang'ich to'lov 2 million 700 dan 5 yilga. Aksiya ham ketyapti. 30% ni bersalarga 5 million 190 mingdan 13 oyga, agar 50% ni bersalar 2 million 200 dan 22 oyga bo'lib to'lash shartlarini chiqarib beryapmiz. Kimga qaysi ma'qul telefon qilsalar bo'ldi, ha? Hozir. Bundan yili balanslarni ham avtokreditga chiqarib 2020 dan boshlab avtokreditga chiqarib beramiz.
o'nikda viloyatga. Ha, mashina qayerdan xohlasalar talab bo'lsalar, bizlar naqd sanab atrofga berib, avtokredit qilib beramiz. Bo'ldi. Qiziqqanlar aloqaga chiqamiz do'stlar. Ekranlar ostida telefon raqamlariga aloqaga chiqib, yana to'liq ma'lumot olamiz. Navbatdagi labimiz oq rangda 2023-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskalari yo'qmi aka? Kraskalari toza ekan. Xo'p, 13lik karmetal diska balon, yaxki balonlar holati yaxshi holatda. Orqalari list qilingan. Shumkalari yo'q. Zavod obshivka, polik zavod. Gazon polik chixol barlari bor ekan. Yurgani 113 ming yurgan ekan. Motor korobka moslari? Gazichi? Metan gaz. 65 talik ekan ramalari. 65 talik metan gaz. Mabodo tentga ruxsati yo'qmi? Tentga ruxsat yo'q. Yo'q, ha? Mashina qayerda ekan? Mashina Kattaqo'rg'on Payshanba. Kattaqo'rg'on Payshanbaning mashina narxiga kelsak. 7200 deyapmiz. 7200 so'rab turibmiz, kelishtirib beramiz. Nasib bo'lsa. Naqd pullar bilan kelsa bir 6700 larga. Yo'q, 200 dan o'tib beramiz, 7000 bo'lsa. 7 dan ham bir nima kelsa agar To'lmayman. 7 qilib beraman. 7 ga nuqta-yu, lekin kelib qolsa yana bir sunnatiga deganday bir yo'l kirasigami, cho'y pulisigami. O'tib olmaydi aka, oxir trap degan joyi 7000 qilib beraman aka. Ha, tiralib tochkasi shu 7 lar bo'lsa o'ylashib gaplashib ko'ramiz. Yetmay qolsa kutamizmi, hay? Ha, shu bir hafta o'tib kutamiz. Bir oyga muomala qilsa bo'ladi. Yo'q, bir oy sal ziyod, 2 haftalar. 2 haftagacha ilojni qilsa bo'lar ekan do'stlar. Qanaqa variantimiz bor o'zi? Faqat naqd shu 2 hafta. Shunday. Boshqa variant yo'q. Avtokreditga ham sotamiz, farqi yo'qmi? Ofis bu pulingizni naqd sanab beradi. Avtokreditga olmoqchi bo'lsangiz, Goodcars ofisimizga aloqaga chiqib, murojaat qilib, mashinani hisoblatib olishlaringiz ham mumkin do'stlar. Akamiz telefon raqamlarini qoldiramiz. 91lik. 91lik kod 535 535 68 46. 68 46 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib, savdolashib olamiz do'stlar. Navbatdagi labimiz oq rangda 2023-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi bormi aka? Kraskasi toza. Kraskasi toza holatda. Xo'p, ko'rib chiqamiz. Nikel xromlari bor ekan, shumkalari yo'q. Zavod diska balonlarda, balonlar holati yaxshi. Kojinni salon, paragolari ham koja, polik, rezin poliklar bor, chixollar zavod holatda. Bo'lni salon koja qilingan, barlari ham bor, yo'llarda ham chixollari bor. 60 ming yurgan ekan mashinamiz. Motor korobka menimcha cho'tka, ha? Orqa list qilingan. Gazichi 230 talik ramani ichiga metan ekan. Xo'p, ramalar holatiga bitta baho berib qo'yamiz. Xo'p, aka qayerda mashina ekan? Kattaqo'rg'on mashina. Narxiga kelsa. Kattaqo'rg'on Payshanba. 7300. 7300 so'rab turibmiz, kelishamiz. Kelishamiz. Nechilar bo'lsa gaplashamiz aka? 100 200 olib qo'yamiz. Shu 7 larga shunisini gaplashib ko'raylik. Faqat telefon qilsalar, Ishtir bo'lsa gaplashib ko'rsa bo'ladi. Yetmaganiga sal muomala qilib ko'ramiz. shu 5 kun kutamiz. Avtokreditga ham iloji bor. Goodcars ofisimizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Ekranlar Tentga ruxsat bor. Tentga ruxsat ham bor ekan bu labomizda. Ekranlar tepasida Goodcars ofisimiz telefon raqamlari bo'ladi. Bemalol xohlagan mashinalaringizni telefon qilib savlatib olishlaringiz mumkin. Telefon raqam ayting. 91lik. 91lik 535 535 68 46. 68 46 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib savdolashib olamiz do'stlar. Navbatdagi labimiz oq rangda 2022-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskalari yo'q deyaptilar akamiz. Ko'rib chiqamiz. Zavod diska balonlarida. Balonlar yangi holatda. Listlari ham yo'q. Hashta standart kam yurgan bo'lsa kerak-da. Zavod obshivkalari. Rezin poligi bor. Chixol poliklari zavod holatda. 77 ta yurib qo'ygan ekan lekin. Menimcha u ishi uchun minganda mashina. O'tkalari ruxsatlari bor. O'tkaga ruxsatlari ham bor ekan. Tentga ruxsat, ha? Xo'p, gazimiz metanmi? 65 talik. 65 talik metan. Xarajati yo'q-a motor korobka moslarda? Xarajati yo'q. Yangi mashina, bir qo'l mingan mashina. Bir qo'l minilgan mashina ekan do'stlar. Bo'tkalik bo'lgan, bo'tkasini yechilgan ekan bu. O'shanga ruxsatlari bor.
O'tganlik bo'lgan, yechilgan ekanda. Ha. Ichib, yana yangi o'zini pachkasini olib qo'ydi, joyiga qo'ydi. Ha, hammasi zavod holatda turibdi. Xo'p, qayerda mashina ekan bunisi? Bu ham Kattaqo'rg'on. Kattaqo'rg'onning Payshamini mashina. Narxiga kelsak. Narxini 7000 deyapmiz. 22 yili Aha. 100-200 o'tamiz. 6800 larga gaplashsa bo'ladi. Yana telefon qilib kelsa, muomala qilsa bo'ladi. Muomala qilsa bo'ladi. Asiya variantini ham kutishdi iloji. Rossiya variantlari bo'lsa ham narxiga qarab kelishib qilaveramiz buni. Telefon raqami ayting. Bu ham avtokredit, farqi yo'q. Ha, avtokreditga olmoqchi bo'lgan. 94'lik 94lik 187 187 45 55. 45 55 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib savdolashib olamiz do'stlar. Arzon Labo so'ragan akalar uchun 2016-yilda ishlab chiqarilgan Labo oq rangda kraskalari. Ha, mana shu burchagida kraska bor. Petno, ha? Ata qolgan joylari radno. Mana shu burchakda bor. Xo'p, zavod diska balonlar holati o'rtadan pastroq, orqalari list qilingan. Shumkalari yo'q, nikel xromlari bor. Zavod obshivka, paragolari ham zavod holatda pulti bor ekan. Polik zavod, rezin polik, chexol barlari bor ekan, tarpida rollarda ham chexollari bor. 175 ming yurgan ekan mashinamiz. Motor, korobka moslari qanday ekan? Tomonlarda muammo yo'q. Tentga mabodo ruxsati yo'qmi? Tentga ruxsatlari ham bor ekan do'stlar. Mana ramalari. Metan gaz ekan, ha? Motor, korobka 80-90 da ovoz chiqib, unaqa narsa. Tirniq ketyapti, ha? Xo'p, qayerda mashina ekan? Samarqand Bulung'urda mashina ekan. Ha. Samarqand Loyishda mashina ekan. Narxiga kelsak. Narxi 5,5 ming. 5,5 so'rab turibmiz, kelishib beradigan joyimiz bor. Shtir sanasa agar nechilarga gaplashib ko'ramiz. Shtir sanasida 5200 ga kelishamiz. 5 larga ilojini qilsa bo'ladi, ha, agar telefon qilsa. Может 5 dan ham o'tsa bo'lar, puli narxroq bo'lsa. Ustiga gaplashib ko'ramiz. Taqalgani 5 ming. Taqalgani 5 lar. Yana aloqa Taklif bo'laveradi. hujjatda farqi yo'q. Generalniy оформить onlayn, ha? Ha. Tentga ruxsati ham bor ekan. Ruxsatlari bor. Telefon raqam 77lik 77lik 382 382 70 12. 70 12 telefon raqamlariga aloqaga chiqamiz. Yana ustiga gaplashib ko'ramiz, ha? Bo'ldi. Aloqaga chiqib, yana to'liq ma'lumot olamiz. Ustiga kelsangiz yana gaplashib ko'ramiz deyaptilar. Aloqaga chiqamiz do'stlar. Navbatdagi Labo'miz oq rangda 2018-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Yana 1-2 ta, 3 ta bor ekan, shunaqalardan uyda turibdi deyaptilar akamiz. Kraska bormi? Toza. Kraskasi toza. Lekin vakuumli ichi bor ekan, mana shu burchakda. Kalla bilan urgan bo'lsa kerak-da, qo'zlami. Xo'p, zavod o'zining diskalarida miyahki 4 ta balon qo'yilgan, holati o'rtadan sal pastroq o'rta desak ham bo'ladi. Orqa list qilingan. Shumkalari yo'q. Zavod obshivka, rezin poligi bor, chexollar ham zavod holatda turgan ekan. 231 ming yurgan ekan. Salon polni standart desak bo'ladi. Pulti bor Magicar. Bor. Magicar pult. Motor korobka mostaki. Zo'r. Muammo yo'q. Gazichi? Metan. Metan gazda. Mana ramalariga bitta baho berib qo'yamiz. 65 talik metan. Zapaskalar shu yerda. Tentga ruxsat yo'qmi aka? Tentga ruxsati ham bor ekan. Mashinamiz ham holatlari. Xo'p, bunga qancha narx so'rayapmiz? Qayerda mashina aka? Bu Kattaqo'rg'onning mashina. Kattaqo'rg'onning mashina narxi. Bugun aksiya qilamiz aka. Bo'ldi, biz sindiring. Bir sindiraylik-da. 5800 baho qo'yamiz, kelsa ustida yana gaplashamiz. 5 largami? Yasalgan damadasidan ham mana ular. Arzon narx, ha? 5 larga kelisha olamizmi aka? Yo'q. 5,5 ustida gaplashamiz. Kelsang ko'rsinlar. 5,5 ustida gaplashib ko'ramiz. Bundan tashqari bundan arzonlari bormi, qimmatlari bormi uyda? Arzoni ham bor, xuddi shunaqa ham. Bundan arzon ham qilib berekanlarmiz. 5 larga bormi, 5 larga? 5 ga sal qo'shakanlar. Ha, 5 ga bo'lmasa telefon qilsan, zaxirada bor, kelib ko'radi. Qayerga borsin ko'rishga? Kattaqo'rg'onga. Telefon raqam shu. 99 99lik 942 942 67 77. 67 77 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib savdolashib bo'lamiz. 5500 lar bo'lsa, shu ustida kelishib gaplashib ko'ramiz deyaptilar. Yetmaganiga kuta olamiz, aka? Yetmagan 5 kun mumkin kutamiz. Agar 1-2 oy nasiya bo'lsa, narxiga qarab gaplashamiz. Puli. Aha, iloji bor. Iloji bor. Nasiyani Arzonlari ham bor, faqat aloqaga chiqib telefonlasa tashlab beramiz. savdolashsa bo'ldi. Telefon qilsangiz Telegram orqali ham tashlab beraman deblar akamiz. Aloqaga chiqamiz. Navbatdagi Labo'miz oq rangda 2021-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi aka.
Kraska. Gerblar bo'ylarda. Kraskasi bor ekanmi aka? Toza. Kraskasi toza. 13 yevro, qalpak taqilgan, myaxki balonlar holati yaxshi holatda. Orqalari list qilingan. Shumka yo'q. Zavod obshivka, polik, rezin polik, chexol. 131 ming yurgan ekan. Motor korobka mosti. Buni yumshoq balonchalar bor. Gazichi aka? Metan. Metan gaz 65 talik ekan. Metan gazimiz. Ha, uyda o'tirib, bilib o'tirasiz. Bozorda nima gapligini? Sen o'zi ko'p turam telefonda. Rahmat, rahmat. Podpischiklarni olib qo'ying-da, podpischiklar. Ha, yo'q, qo'ying. Endi o'zlariga xohlamasdan. Aka qayerda mashina edi? Katta Qo'rg'on. Bozorda Katta Qo'rg'onning mashinalari bosganding. Trendda Katta Qo'rg'on. Xo'p, aka narxiga kelsak. Buni 6700 deb baho qo'yapmiz. Aha. Kelsa gaplashamiz. 6700 deb baho qo'yib turibmiz, kelishtirib beramiz. 300 larga 300 larga kelisha olamiz. Qo'shavroq. 300 ga nimadir qo'shsa kelishsa bo'ladi. Shunday. Nasiya variant iloji bor. Telefon qilsa gaplashamiz. Bo'ldi. Biz necha oygacha gaplasha olamiz aka? 5-6 oygacha. Gentra Lassettilar bo'lsa gaplasha olamizmi? Bartergan? Ha. Ha, farqi yo'q. Bemalol Eski mashinaga almashmaymiz. Lassettida eng eski emas, Lassetti avtomat korobka. Gol, barter ham bor, короче, qo'yib yuboravering. Bo'ldi. Barterga ham iloji bor ekan, faqat aloqaga chiqib kelishib olamiz do'stlar. Telefon raqam 99lik. 99lik 942 942 67 67 77 telefon raqamlari. Telefon qilaversangiz 24 lar bor tayyorlar. Ha, 24 lari ham kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqamiz. Bundan pastlariga ham aloqaga chiqamiz do'stlar. Navbatdagi lavbamiz oq rangda 2025-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskalar aka. Kraskalari zavod holatda ekan. 13 lik karmetal diska balonlar. Myaxga 4 ta yangi balon taqilgan. Orqali list qilingan ekan. Aka, mabodo tentga ruxsati yo'qmi? Tentga ruxsati ham bor ekan. Shumkalari yo'q, vetreklari bor. Kojin obshivka, polik zavod, rezin polik, kojinni sidenlarda chexollari. Barlari ham bor ekan. 21 ming yurgan ekan mashinamiz. Gazi bormi aka? Ikkita 30 talik metan gaz. Endi motor korobka mostini so'rasam uyat bo'ladi, 20 ta yurgan mashina. Tentga ruxsat ham bor do'stlar. Bitta bir zinchani ustiga taylab olib. Aka qayerda mashina ekan? Katta Qo'rg'onning mashina narxini ayting. 8 ming deb turibmizmi? Yo'q, kelisha olamizmi? Oxiri shular. Asal palot beramiz aka. Bir yana 200 ni kelishsak. Telefon qilsa gaplashamiz. 7800 larga bo'lsa gaplashib ko'ramiz, ha? Tayyor mashinada endi salon narxi ham shunga to'g'ri kelyaptimi? Xo'p, telefon raqamingiz 50 lik kod 525 525 39 39 31. 31 telefon raqamlariga aloqaga chiqamiz. Qanaqa variant qilib berishda iloji bor aka? Telefon qilsa, hujjatiga qarab, puliga qarab qilib beraveramiz. Eng kami qancha pul bilan telefon qilsam? 3000 pulingiz bo'lsa, qo'rqmasdan telefon qilasizlar. Variantga iloji bor, avtokreditga iloji bor. Goodcars ofisimizga murojaat qilib, avtokreditga o'tkazishlaringiz mumkin do'stlar. Navbatdagi labamiz oq rangda 2023-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraska yo'qmi aka? Kraskasi toza. 13 lik karmetal diska balon, orqali list qilingan mashinamizda ham nikel xromlari bor. Shumkalari yo'q. Tentga ruxsat bormi aka, yo'qmi? Yo'q, tentga ruxsat yo'q. Zavod obshivka, polik, rezin polik, chexollari bor. Mana paroglari ham toza holatda, barlari ham bor. 37 ming yurgan ekan mashinamiz, bu ham yaxshi variant. Gazichi aka? Ikkita 30 talik Raman ichiga akkuratni hech qayerlari sinmasdan, egilmasdan yangi mashina qisqasi. Buni ham olgan odam maza qilib haydaydi, xudoolasa. Katta Qo'rg'onniki. Narxi 7,5 mingga bo'lsa beraveramizmi, kelishaveramizmi? Beramiz, sal palot beramiz. 200 ga olib ketsin aka, shitiri bo'lsa. 300. Kelishamiz. 7300 lar bo'lsa, o'ylab gaplashib ko'ramiz deyaptilar. Nasiya variant iloji bor. Telefon raqam 50 lik kod 525 39 31. Telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib savdolashib olamiz.
Barterga gaplashib olamizmi aka, Lacetti'lar bo'lsa? Yo'q, faqat pulga. Aloqaga chiqamiz do'stlar. Navbatdagi labimiz oq rangda 2017-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi bormi aka? Qaysi eshigida? Passajir eshigida kraska bor ekan. 13 lik Euro diska, mягкий balon holati o'rta, orqali qilingan. Yana nimadir? Tentga ruxsati ham bor ekan, material tayyorlab qo'yilgan. Rezinkaga o'xshaydigan lattalik ekan. Koreyskiy emas ekan, lekin koreyskiy elektronniy steklopodъемник qo'yilgan, obshivkalari ham koreyskiy. Tentga ruxsat ham bor. Polik, rezin polik chiqollari bor, rollarda ham chiqollari bor. 157 ming yurgan, yaxshi holatda turgan mashina ekan do'stlar. Gazi qanaqa edi aka? 230 talik metan. 230 talik metan ramani ichiga qo'yilgan. Ramalariga baho berib qo'yamiz holatiga. Bitta orqaga ham bor. Bittasi ramani ichiga, bittasi orqaga. Gubkalik. Mana shunaqa material tayyorlab qo'yilgan. Mebeldan yechilganmi? Lekin holati yaxshi do'stlar. Kelib ko'rib, tekshirib haydab, mana shu eshikda kraska bor. Aka shaharda mashinami? Narxini ayting. 5600 deyapmiz. O'tib beramiz. O'tib beramiz. Naqd pul bilan kelsa agar 5 dan pastga gaplashamiz. Yo'q, 5200 mayli oxiri. 5 ga. Yo'q. Shishtir sanaydi ustiga. 50 o'taman aytganimdan. 5150. Shu 100 ga ketdimi ha? Mayli. 5100 lar bo'lsa olib ketishingiz mumkin ekan do'stlar. Ideal variantdagi labo faqat variant farqi yo'q. Viku variantda ham iloji bor. Hammasi bor. Kami eng qancha puli bor? 2000. 2000 bo'lsa bemalol ha? Samarqand shahrida faqat. Samarqand shahrida Lacetti Gentra'larga Yo'q, Barterga faqat. faqat sotish kerak. Bo'ldi. Viku variant bor ekan. Telefon raqami ayting aka. 88lik 88lik 911 911 86 86 95. 95 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib, savdolashib bo'lsaveramiz do'stlar. Yashamayman. Navbatdagi labomiz oq rangda 2022-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi-chi aka? Rasmiy yo'q, umuman yo'q. Kraskasi yo'q. 12 lik zavod diskalarga mягкий balon qo'yilgan, holati o'rtadan pastroq, orqalari zavod. Qisqasi balonlarni almashtirish kerak, orqa list qilingan. Rezin poliklari ham bor ekan bagajda. Shumkalari yo'q, zavod obshivka. Chiqollari zavod, paroglari toza, poligon zavod, rezin poligi bor ekan, rulda chiqoli bor. 79 ming yurgan bari bor. Motor korobka bo'lsa hammasi o'tgan-ku? Tentga ruxsati? Yo'q. Tentga ruxsati yo'q, motor bo'lgan ekan. Gazimiz metan ha, 65 talik metan ekan. Mana shu eshikda vakuum qiladigan joyi ham bor ekan. 22. Ichmida. Aka qayerda mashina? Samarqand shahrida mashina. Narxi 6,5 deyapmiz. 6,5 ming dollar so'rab turibmiz, o'tib beramiz. 6larga kelisha olamizmi aka? 100 qism mayli beriladi. 6100 lar bo'lsa olib ketsin. Bo'lmasa Kraska yo'q. joyiga sanasa может 6larga o'ylab ko'ramiz. Kelishamiz, muammosi yo'q. Viku variant. Viku variantga ham iloji bor ekan do'stlar. 6larga ham o'ylab ko'rishimiz mumkin deyaptilar. Faqat kelib ustiga savdolashib olamiz. Bunga ham qancha puli bo'lsin aka? 2000 puli borlarga variant Samarqand shahriga. Avtokreditga ham farqi yo'qmi? Farqi yo'q. Faqat barter yo'q. Ha, faqat barter yo'q ekan. Goodcar ofisimizga murojaat qilib, avtokreditga ham olib ketishlaringiz mumkin do'stlar. Ancha arzon narxga chiqadi xudo xolasa. Telefon raqami ayting aka. 88lik 88lik 911 911 86 86 95. 95 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib savdolashib olamiz do'stlar. Navbatdagi labimiz qaymoq rangda 2021-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Aka kraskalari bormi? Kraska yo'q. Ko'rib chiqamiz. Xo'p, o'zini zavod diskalarida mягкий balonlar qo'yilgan, holati o'rta, orqali qilingan. Tentga ruxsat yo'qmi mabodo? Yo'q. 20. Lojin obshivkalarda pioner kolonka, polik, rezin poliklar bor, chiqollari bor. Barlari ham bor. 70 ming yurgan speedometrlar tuning qilingan pioner magnitofonlarda. Motor korobka mos? Hammasi chotki. 70 ming hozir halol yurgan. Gazichi aka? Gaz metangiz. Ha, kamol shefman gaplashing. 4000 pulim bor deyapti aka. Tan 65 talik. Korobka birdan mo'ylar yangilab ketdi. Qobil arzulash kanali.
Aka qayerda mashina? Navoiy. Yurgan joyi Navoiyniki, ha? Ha, yurgan joyi Navoiy. Narxiga kelsak. 6900 kelishib beraman. Nimaga uncha bolam? Toza mashinada. Yuvilganligi ma'lum. Yo, o'zi hamda, yo, mashina zo'r mashinada. Kelishtirib berasiz. Kelishib beraman. Necha yillarga kelishgan? 6800 qilib beraman. Ya endi $100 uchun savdolashdik. 6700 qilib beraman. Sizdan 600 ga olib ketsinmi? 50 qilaylik. 650. Telefon qilsin gaplashamiz, ha? 600lar bo'lsa ham telefon qilaversin. Qilaversin. Variantlarimiz qanday? Ha, bitta yetmasa qaraymiz, bir oy, 2 oy, 3 oy. Ha, 3 oygacha. Lekin foizsiz 1 oygacha kelisha olamizmi? Ha. Bo'ldi. Telefon raqami ayting. 93lik 723 723 0710. 0710 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib savdolashib olamiz do'stlar.